Ovozim boryaptimi, yo'qmi? Menimcha ovozim boryapti shekilli, hech kimda e'tiroz bo'lmayapti. Ho'p, demak, boshlayveramiz. Bugungi mavzumizga to'g'ri to'rtburchak tanlagandim. To'g'ri to'rtburchaklardagi ba'zi bir savollar yaxshi, ajoyib misollar bor ekan. Bularni ham ko'rib qo'yishimiz kerak. Bunaqa yangi savollardan albatta tushish ehtimollari katta. Ho'p, bizda Evklid teoremasiga bitta formula yozdim. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda 90 gradusdan tushadigan balandlik va uni hipotenuzani m va n kesmalarga bo'lsa, m va n kesmalarida proyeksiyalar deyiladi. Va mana shu yerda formula h kvadrat teng m shaklida ishlatiladi. Xo'p, endi biz bu narsada to'g'ri to'rtburchakdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Lekin hozirgi misolimizda aynan bu formula ishlamaydi, lekin bu to'g'ri to'rtburchakda yaxshi misol ekan. Shuning uchun bu misolni yozyapmiz, ishlayapmiz. Demak, e'tibor berasizlar. To'g'ri to'rtburchakda, demak, e'tibor berasiz, mana bitta tomon 13 berib qo'yilgan. Mana to'g'ri burchak, bitta to'g'ri burchak uchidan taxtiyoy kesma tushirganda va bu kesmaga bu uchidan o'sha perpendikulyar kesma tushirgan. Va bu 12 va 1 ga teng kesmalarga bo'lingan. Hop, bu yerda jami kesmani uzunligi 13 bo'ladi. Hop, yana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchakda mana 12 bu hipotenuza 13 bo'lsa, mana bu katet uzunligi hisoblanganda buni uzunligi 5 chiqadi. Buni uzunligi 5 ekan. Endi bu yerda x qanaqa qilib topish mumkin? X ni topishda har xil yo'li bor, lekin menda yana bitta yo'l. Aynan mana shu burchakdan mana shu tushgan nuqtaga ixtiyoriy bitta kesma o'tkazdirsak, o'zimiz chizib olamiz, e'tibor berasiz. O'tkazdirsak, bu yerda mana bu nimani uzunligi, tomon uzunligi 13 deb qaralsa, bu yerda teng yo'li uchburchak bor. Teng yo'li uchburchakda bir yon tomonga tushgan balandlik 5 bo'lsa, bu uchidan ikkinchi yon tomonga tushgan balandlik ham 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni buni ham uzunligi 5 ga teng, aynan bu esa o'sha x tomonga teng hisoblanadi, chunki bu ham perpendikulyar tushadi. Shuni hisobiga x ning qiymati 5 ga teng bo'ladi. Ajoyib, yaxshi misol tanlangan. Xo'p, yana bir qator kamera ko'rib qo'yaman. Xo'p, hozircha ovoz masalasida. Ovozda muammo yo'qmi hech kimda? Hamma yaxshi eshityaptimi? Kimdir qo'l ko'tarib oladimi yoki qo'l ko'tarishni bilmaydiganlar bormi? O'sha, bo'ldi. Sizda ovozingiz yoqishi mumkin, lekin yo'q, hozircha men darsni davom ettiraman. Yaxshi, ovozim boryapti, demak. Keyingi misolga o'tyapman. Savollaring bo'lsa, alohida kommentariyaga yozib qoldirsangiz ham buni video darsligini tashlab qo'yaman. Keyingi misolga o'tyapman. Demak, xo'sh. Mana shu formulaga oid yana bir misolimiz bor. E'tibor berasizlar. To'g'ri to'rtburchakda hop, bir diagonal o'tkazdirilgan. Bu diagonalga mana uchidan perpendikulyar tushirilgan. Shuni topishimiz kerak. Yo'q. Buni qiymati 8 ga teng berilgan ekan. Kechirasizlar, bu tomon x ekan, mana bu kesma 2 ekan. Shu yerdan ikkinchi so'rayapti. Hop, e'tibor bering. Bu to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchakda bir diagonalni ikkita to'g'ri burchakli uchburchakka bo'ladi. Ya'ni mana burchak 90 graduslik aniq. Va aynan bizda mana shu formula shu yerda ishlatilgan. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda 90 gradusdan tushirgan balandlik. Bu yer m kesmalarga bo'linsa, h kvadrat teng m shaklida yoziladi. Demak, bu yerda ham xuddi o'sha narsa bor. Balandlik kvadrati x ko'paygan 2 ga teng. Ya'ni 8 ning kvadrati x ko'paygan 2. Demak, 64 2 ga qo'ysak, x ning qiymati 32 ga teng chiqadi. Javobimiz 32. Xo'p, keyingi misol. Misollarimiz sekin-sekin borgan qiyinlashib boraveradi, osonidan qiyinigacha. Demak, keyingi misolimizda ham to'g'ri to'rtburchakda ozgina ichida nazariy qismi bor. Siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Bosqiga qarab turasizlar. Demak, to'g'ri to'rtburchakda bitta diagonal o'tkazilgan. Bu diagonaliga mana bu uchidan perpendikulyar tushirilgan va bu uchidan ham xuddi o'shanga o'xshagan bir perpendikulyar tushirilgan. Bu yerda siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa nima? Ya'ni agar bir diagonalga mana shu qolgan ikkita uchidan perpendikulyar tushirsa, mana kesmaga, mana kesma teng bo'ladi. Bu yog'iga teng bo'ladi. Shuni bilib qo'yishingiz kerak. Bizdan so'ragani mana shu oradagi x. Mana shu joyni so'rayapti bizdan. X ni toping. Xo'p, berilgan ma'lumotlar. Demak, bizga mana kesma 6 ga teng berilyapti. Bu yergacha masofa 12 ga teng berilyapti. Bo'ldi, x toping. Demak, hozirgi formulani ishlatamiz. O'sha aytganimdek, mana bu burchak 90 graduslik burchak. Shundan mana nima tushirgan bu yer jam 12 ga teng. Bu kesma x bo'lsa, 12 dan x topib tashlasak, bu yerga 12 minus x qoladi. Qolgan tepaga ham, demak, 12 minus x. Ya'ni bu yog'i 12 minus x qoladi. Jam 12 emas.
Formadan foydalangan bo'lsak, h kvadrat 12 ko'paygan 12 minus x. Demak, 6 ning kvadrati teng 12 ko'paygan o'sha 12 minus x. Demak, 36 bo'ladi. 36 ni 2 ga bo'laversak 3 qoladi. 12 minus x. Demak, x ning qiymatini topish uchun, demak, 12 dan 3 chiqarib qo'ysak, x ning qiymati 9 ga teng chiqadi. Bo'ldi, x topildi. Yaxshi misol. Demak, davom etyapmiz. Keyingi misolimiz. Hop, eron misollardan boshlayapmiz. Demak, keyingiz. Qarang. To'g'ri to'rtburchakda, hop, mana shu tomonida davomiga, bu yerdan bir kesma tushirilibdi. Mana shunday holatda tushirilgan. Juda ham uzun chizib oldim. Kameraga menimcha ko'rinyapti o'ylayman. Mana bu burchak 15 gradus ekan. 15 gradusga teng. Hop, bu yerda bir diagonal o'tkazilgan to'g'ri burchakda. Mana shu alfa burchakni so'rayapti bizdan nechaga tengligini va yana bir berilgan ma'lumot. Demak, bizda mana bu diagonalning uzunligi, mana diagonalning uzunligiga belgi qo'yib qo'yapman. Mana bu yoqdagi kesmaning uzunligiga teng ekan. Diagonalning uzunligi bu kesmaning uzunligiga teng. Bo'lsa, alfani toping. Yaxshi misol. Qarang. To'g'ri to'rtburchakda ikkala diagonal teng bo'ladi. Agar men to'g'ri to'rtburchakda, xo'p, demak, mana shu burchakdan ikkinchi diagonalni o'tkazadigan bo'lsam, to'g'ri to'rtburchakda bu diagonalga teng. Demak, mana bu diagonalning uzunligi bunga teng bo'lsa, demak, mana shu joyda teng yo'lli uchburchak hosil bo'ladi. Teng yo'lli uchburchakda mana bu burchak 15 gradus bo'ladi. 15 gradus. Yana bitta narsa, bu mana bu uchburchakka qarasangiz, to'g'ri burchakli uchburchak, mana bu burchak o'zi 90 gradus. Demak, bu yer 15 bo'lsa, demak, mana shu joygacha 75 gradus bo'lishi kerak. Chunki 15 bilan 75 90 ga to'ldirish bo'ladi. O'shanda bu 75 bo'lsa, 15 chiqib ketsa, demak, mana bu ichkari qismiga 60 gradus qoladi. Bu yer 60 bo'lsa, diagonalni, demak, tepa qismida 30 gradus bo'ladi. Mana bu burchak, demak, 30 gradus bo'lishi kerak. Chunki 30 60 90 gradus bo'ladi. Demak, mana bu burchak ham 30 gradus bo'ladi. Chunki to'g'ri burchak diagonallari ikkita teng yo'lli uchburchak yasaydi. Bu burchak 30 bo'lsa, demak, ichki almashuvchi qoidasiga ko'ra, demak, mana bu burchagimiz ham 30 gradus. Demak, javobimiz 30 gradus. Yaxshi misol, qachonki mana bu diagonalni o'tkazilganda, keyin bu misolda yo'li ko'rinadi. Bo'lmasa, bu misolda yechish ozgina qiyin. Davom etamiz. Keyingi misolimiz. Demak, yana to'g'ri to'rtburchakda, xo'p, mana bu juda bitta kesma tushirilgan, mana shu joyga kesma o'tkazilgan. Mana shunday shakl. Bu yerda bitta diagonal o'tkazilish natijasida hosil bo'lgan mana shu alfa burchagini topishimiz kerak ekan. Berilganlari mana bu 30 gradusga teng, mana bu burchak 70 gradusga teng. Shunda bizni so'rayapti, xo'sh, alfani toping. Va bada a ga teng deb. Hop, men bu kesmani belgilab qo'yaman. Demak, qaranglar. Mana bu diagonalning uzunligi bu kesmaning uzunligiga teng ekan. Mana shu kesmaning uzunligi bu diagonal uzunligiga teng. Hop, bu yerda teng yo'lli uchburchak masalasi ekan. Ya'ni, hop, bu yerda ba'zi burchaklar belgilashga kiritib qo'ysa bo'ladi. Biz ikkinchi diagonalni o'tkazamiz. Ikkinchi diagonal o'tkazdirsak, bu diagonalning uzunligi bu diagonal uzunligiga teng. Bu diagonalga bu teng bo'lgandan keyin, demak, buni ham shu belgini qo'yib ko'ramiz. Bu diagonal teng bo'lgandan keyin bu yerda teng yo'lli uchburchak hosil bo'ladi. Teng yo'lli uchburchakda bu burchak 70 bo'lsa, bu burchak ham 70 bo'lishi kerak. Demak, jam 70 bo'lishi uchun, demak, bu burchakka 40 gradus bo'lishi. 40 ga 30 70 bo'ladi. Demak, bu burchak 40 mi? Demak, bu burchak ham alfa ham 40 gradusga teng bo'ladi. Chunki mana bu burchakka mana bu burchak teng bo'ladi. To'g'ri to'rtburchakda. Hop, davom etamiz. Keyingi misol, bu ham ajoyib misol. Buni men bir olimpiada masalasida ko'rganman. Geometriya, to'g'ri to'rtburchak. Yaxshi misol. Qaranglar. To'g'ri to'rtburchakda ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan uning har bir uchigacha bo'lgan masofalar, bu diagonalda kesish nuqtasi emas. Bu yer x ga teng, bu yer 3 ga teng, bu yer imzosida 5 ga teng bo'lsa, bu kesmani 4 ga teng bergan ekan. Xo'p, bizdan so'rayapti x dan.
Xo'p, e'tibor berasiz. Aynan mana shu nuqtadan har bir tomonga demak o'sha qo'shimcha kesmalar o'tkazasiz. Mana shunday holatda. Agar tasvirda xiralik bor bo'lsa, yaxshi ko'rinmay turgan bo'lsa, sizni internetingizdan ham bo'ladi bu narsa ko'proq. Shunisi hushyorroq bo'lasizlar. Demak, har bir tomonga perpendikulyarlar o'tkazdiramiz ekan mana shunday holatda va o'sha perpendikulyarlarni har biriga belgilashga ketasiz. Masalan, mana bu kesmani A deysiz, buni B deysiz, mana buni S deysiz, buni D deysiz. Va to'g'ri to'rtburchak qoidalaridan foydalanasiz. Ya'ni bu yerda mana bu B bo'lsa, bu yer B ga teng. To'g'ri. Bu B yuqoriga ham chiqadi, mana yerdan B. Bu S bo'lsa, mana bu kesma S ga teng, bu tomoni ham S ga teng. Bu D bo'lsa, yuqorisi ham D ga teng, pastki qismi ham D ga teng. Va bu yerda mumkin bo'lgan hamma to'g'ri burchakli uchburchaklar uchun Pifagorlar yozib chiqiladi. Masalan, A kvadratga B kvadrat D kvadratga teng. Ya'ni A kvadrat plus B ning kvadrati teng 4 kvadratiga. Ya'ni 16 ga. Xo'p, x ni topish uchun demak b ga s ni demak Pifagor qilishimiz kerak bo'ladi. B kvadrat plus s kvadrat teng x ning kvadratiga. Bu tomonda ham bor. D ga s ni demak s kvadrat plus d ning kvadrati teng 3 ning kvadrati, ya'ni 9. Bu yerda ham Pifagor bor. A bu yerga to'g'ri ko'chish kerak edi. Bu tomonga ko'chirib qo'ysak bo'ladi. Demak, to'g'ri to'rtburchakda chunki bu shakl. Demak, DA demak A ning kvadrati plus D ning kvadrati teng imzosi 5 ning kvadrati, ya'ni 5. 4 ta tenglamadan biz x ni topib beramiz. Demak, qaranglar. A kvadrat, B kvadrat, S kvadrat, D kvadrat. Ya'ni mana bu birinchi bilan 3 tenglikka e'tibor berasiz. A kvadrat, D kvadrat, B kvadrat, S kvadrat. Ya'ni ikkinchi va to'rtinchi tengliklarda bularni alohida, bularni alohida qo'shamiz. Demak, birinchi bilan 3-chiga qo'shib yuborsak, A kvadrat, B kvadrat, S kvadrat, D kvadrat yozib qo'yamiz. A ning kvadrati plus B ning kvadrati plus S ning kvadrati plus D ning kvadrati teng bo'ladi 16 bilan 9 yig'indisiga. Ya'ni 25 ga. Bu bilan buni qo'shib yuboradigan bo'lsak, A, B, S kvadrat, D kvadrat mana yozyapman. A ning kvadrati plus B ning kvadrati plus S ning kvadrati plus D ning kvadrati teng x kvadrat va 5 ta. Ya'ni x kvadrat plus 5 ga. Bu ikkalasini ko'rib turibsizki, bu ikkovi bir-biriga teng. Demak, bu 25 bilan x kvadrat plus 25 bir-biriga teng bo'lishi mumkin bo'ladi. X kvadrat plus 5 teng 25. 5 o'tsa x kvadratning 20 qoladi va x ning qiymati 2 imzosi 5 ga teng chiqadi. Mana shunaqa. Ajoyib. Va bunga o'xshagan yana bir misol bor. Bunisini demak, savollarning yo'q bo'lsa davom etyapmiz. Aytgancha, ba'zi bir hisoblashlarda adashib ketgan bo'lsam, nima deydi, arifmetikasiga adashib ketgan bo'lishim mumkin. Arifmetik hisob kitobi ozgina noto'g'ri ketib qolgan bo'lsa ham, lekin men asosan to'g'ri yo'llarni gapiryapman. Lekin bir darsimda bitta joyni xato gapirib ketganman, lekin to'g'ri arifmetikasini noto'g'ri ketganman, lekin yo'l to'g'ri bo'lgan. Arifmetikasi noto'g'ri bo'lgan xolos. Shu joyga hushyorroq bo'lish kerak o'zi. Demak, keyingi misolimiz ozgina pasaytiramiz. E'tibor berasizlar. To'rtburchak. Yuqoridagi bir nuqtadan to'rtburchakning har bir uchiga kesmalar o'tkazilgan. Mana kesma 1 ga teng, bu kesma 2 ga teng. Astagi uchigacha ham masofa o'tkazilgan ekan, bu 5 ga teng ekan. Bu uchigacha bo'lgan masofani shunda toping degan shart qo'ygan. Bu ham hozirgi misolga o'xshab ketadi, lekin sal boshqacharoq. E'tibor berasiz. Yuqoridagi nuqtadan shu pastdagi tomonga to'g'ri perpendikulyar tushiramiz. Bunga ham perpendikulyar, bunga ham perpendikulyar. Endi, xo'p, mana bu masofa A ga teng bo'lsin deb kiritasiz. Bu masofa B ga teng bo'lsin deb kiritasiz. Mana bu B, bu yog'i S bo'lsin. Bu B, bu S. Xuddi shu B bu yerga ham tushadi B, bu yer S bo'ladi va o'rtadagi pastdagi qismiga mana bunga D deb belgilashyapmiz. Mana shu joyda mana A kvadrat, B kvadrat, 1 ning kvadrati, ya'ni Pifagor bor. A kvadrat plus B ning kvadrati teng 1 ning kvadrati B. A kvadrat, S kvadrat, 2 ning kvadrati. A ning kvadrati plus S ning kvadrati 2 ning kvadrati 4. Xo'p, yana A plus D ning kvadrati B kvadrat. Buni bu tomonga buni alohida yozyapman. Mana qarang. A plus D mana shu katta usuliga A plus D ning kvadrati plus B ning kvadrati teng 5 kvadrati 25. Bu tomonda ham xuddi shu narsa bor. A plus D va S. A plus D ning kvadrati plus S ning kvadrati teng x kvadratiga. Sistema. Qarang, agar biz bu tomondagi tenglik sistemani ayirib olsak, A kvadrat ketadi,
pastdan tepani aytyapmiz. S ning kvadrati minus b ning kvadrati teng 3 degan tenglik qiladi. Agar bu sistemani ikkalasini ayirib oladigan bo'lsak, a plus a ning kvadrati ketib, s kvadrat b kvadrat aytyapmiz. S ning kvadrati minus b ning kvadrati teng x kvadrat 25 deymiz. X kvadrat minus 25. Yaxshilab e'tibor bersa, s kvadrat minus 25, bu s kvadrat minus b kvadrat, bu yerda ham s kvadrat minus b kvadrat. Ya'ni 3 mana bunga teng bo'lishi kerak. Shuni hisobiga men 3 ni tenglab qo'ysam bo'ldi. X kvadrat minus 25 ga. Demak, 25 nariga tomonga o'tsa x kvadrat teng 28. Bizdan chiqarib qo'yamiz. X ning qiymati 2 ilzosida 7 ga teng bo'ladi. Chunki 28 4 karra 7 ga teng. Ajoyib misol. Davom etamiz. Demak, keyingi misolimiz. Keyingi misolimiz unchalik murakkablik joyi yo'q ekan. Hozirgi misollarimizga nisbatan qaraganda. Demak, chizmani chizyapmiz, e'tibor berasizlar. Demak, to'g'ri burchakda, demak, mana yerdagi nuqtasini bu tomonga bitta kesma o'tkazilgan. Bu kesmaning uzunligi mana tomonning uzunligiga teng ekan. Mana bu yerda 1 berilibdi, kichkinagina kesma bor. Bu yer 9. Bu 1 ga teng. Mana yerda kesma 4 ga teng bo'lsa, hop, berilgan ma'lumotlardan foydalanib, berilgan to'g'ri burchakning perimetrini aniqlab berilsa. Bizga mana tomon kerak xolos. Perimetrdan, chunki bu tomon bor 9. Hop, demak, bu kesmani A desak, bu ham A bo'ladi. Tengda ikkalasi bir-biriga. Hop, endi yana bir narsa, bu tomon 9, bu tomon ham 9 ligi aniq. 9 dan 1 chiqib ketsa pastga 8 qoladi. Hop, bu yerda nima qiladi? Bu yer bu tomonga teng. Ya'ni bu tomon uzunligi A bo'lsa, bu ham A bo'lishi kerak. A dan 4 chiqib ketsa bu yerga A minus 4 qoladi. Demak, bu yerda 90 graduslik burchak bor va Pifagor teoremasidan foydalansa bo'ladi. Demak, 8 kvadrati A minus 4 kvadrati va A kvadrat. Demak, 8 kvadrati plus A minus 4 ning kvadrati teng A ning kvadrati. Kvadratga qo'shadigan bo'lsak, demak 64 plus kvadrati A ning kvadrati minus 8A plus 4 kvadrati 16 teng A ning kvadrati. A kvadrat bu yerda qisqarib ketadi. Men 8 bu tomonga o'tadi. 64 ga 16 ning yig'indisi 80 teng 8A. 8 ga bo'laveramiz. A ning qiymati 10 ga teng chiqadi. A ni topdik. Demak, berilgan to'rtburchakda to'rtburchak perimetrini aniqlaydigan bo'lsak, 9 A 10 chiqyapti. 9. Demak, 2 ko'paygan o'sha 9 plus 10 perimetr hisoblanadi. Demak, javob 30. 19 ga 2 8 bo'ladi adashmasam. Shunday holatda. Hop, va keyingi misolimiz. Demak, keyingi to'rtburchak misoli, bu ham ajoyib misol. To'g'ri to'rtburchakda bu uchidan bu yerga kesma tushirilgan ekan va bu uchiga mana shu yerdan kesma o'tkazilganda mana shu burchak teng ikkiga bo'lingan ekan. Ya'ni bissektor esa bu yer 12 ga teng, bu yer 5 ga teng, bu tomon so'rayapti x. Ajoyib misol. Hop, bu yerda qanday ishlaymiz? E'tibor berasizlar. Bu yerda mana burchak alfa bo'lsa, mana burchak alfa bo'lsa, bu yerda z qoidasiga ko'ra bu parallel tomonlar bo'yicha, demak bu burchak ham alfaga teng bo'ladi. Ya'ni ichki almashinuvchi burchaklarni gapiradi shuni. Bizda z qoidasi bilan, ya'ni mana shu ikkala tomon bir-biriga parallel bo'lganda, mana bu burchakka teng bo'lishi z qoidasi deb gapiramiz. Demak, bu yerda alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'ladi. Demak, bu teng yo'li uchburchak. Demak, mana bu kesma ham x ga teng, bu x bo'lsa, bu ham x bo'lishi kerak. Alfani qarshisi, alfani qarshisi. Bu 5 mi? Bu ham 5 bo'ladi. 5 bo'lsa, demak 90, 5 12 Pifagor sonlariga ko'ra, demak, 5 kvadratiga 12 ning kvadrati qo'shib o'lsan chiqarsa x chiqadi. X ning qiymati demak nechaga teng bo'ladi? 13 ga teng bo'ladi. Chunki 5 12 13 chiqadi. Bo'ldi, javobimiz 13. Xo'p, demak, to'rtburchak bo'yicha yana qiyin misollarimiz bor, lekin bizda hozirgacha men qo'limda borlari shulardan iborat edi. Xo'p, yana sizlarga qo'shimcha savollar ko'rib berishim mumkin. Darsimizni bir vaqtiga qarab qo'yaman. Demak, hop, darsimizni vaqti hozircha ko'p emas, megabayt ham ko'p bo'lib ketmasa kerak. Hop, bularga yana bir narsalarni qo'shimcha qilib berishim mumkin. Savollar bo'lsa eshityapman. Yo'q bo'lsa davom etamiz. Hop.
Bizda to'g'ri to'rtburchak, parallelogram va asosan mana shu ikkalasini bog'lanishiga oid misollari bo'ladi. Bizda yana bir narsani hisobga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, to'g'ri to'rtburchakni tomonlar o'rtalari va parallelogramni tomonlar o'rtalari haqida qoida bor. Masalan, romb to'rtburchagini hamma yaxshi biladi. Tomonlari teng bo'lgan to'rtburchakka romb deydi. To'g'ri to'rtburchak mavzusida aynan to'g'ri to'rtburchakni tomon o'rtalari haqida. Masalan, mana bu tomon o'rtasi, bu tomonni ham xuddi shunaqa o'rtasi. Pastdagi tomonni ham demak o'rtasi va yuqoridagi tomonni ham o'rtasi olinsa va bular ketma-ket tutashtirilsa, demak bu yerda mana bu nimalar har biri teng bo'lib qoladi. Ya'ni o'rtada hosil bo'layotgan shakl bu romb bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana tomonlari A'dan deb olsak, mana shu yerda ichkarida shakl romb bo'ladi. Demak, to'g'ri to'rtburchak tomon o'rtalab tutashtirishdan hosil bo'lgan shaklga romb deyiladi. Keyin yana bir ma'lumot, tomon o'rtalab tutashtirish bo'yicha ham keyingi safarga shu to'rtburchaklarda tomon o'rtalarini tutashtirish masalalari bo'yicha zo'r misollar bor. Ularni xudo xolasa keyingi darsga ko'ramiz. Yana bir narsa aytib qo'yishim kerak bo'ladi. Parallelogramda ham parallelogram emas, ixtiyoriy to'rtburchak deb o'ylaylik. Demak, ixtiyoriy men to'rtburchak chizyapman. Tasavvur qiling, bu ixtiyoriy to'rtburchak. Masalan, ixtiyoriy to'rtburchakda ham mana bu tomon o'rtasi, bu yuqorida ham xuddi shunaqa, bu tomon o'rtasi, bu uchinchi tomonni o'rtasi va bu keyingi tomonni demak o'rtasi deb olsak. Va mana shu tomon o'rtalarni ketma-ket tutashtirilsa, mana shunday holatda tutashtirsak, bu yerda mana shu ichkarida mana to'rtburchakni masalan A, B, C, D ixtiyoriy to'rtburchak deyilsa, ichkaridagi masalan M, bu N, bu K, bu L to'rtburchak desak, MNKL degan to'rtburchak bu parallelogram hisoblanadi. MNKL bu parallelogram. Parallelogram to'rtburchak hisoblanadi. Buni o'z isboti bor. Mana shu yerda isbotini ham ko'rib ketamiz. Demak, AC diagonalda o'tkazilganingizda, mana shu AC diagonalga bu mana bu ikkala tomon bir-biriga parallel bo'ladi. Nimani hisobiga? Mana uchburchakka e'tibor berilsa, bu yerda MN bu tomonlar o'rtasini tutashtirish kesimi, ya'ni o'rtasi hisoblanadi. Ya'ni bu AC diagonal bo'lsa, bu o'sha AC diagonalni yarmiga teng bo'lib qoladi va u o'rtasi asosga parallel bo'lishi bu uchburchak qoidasiga gapiriladi. Va pastda ham xuddi shunaqa uchburchak bor. Bu uchburchakda mana LK bu mana bu AC uchun, demak, uni yarmiga teng bo'lib qoladi. Bu ham AC taqsim 2 ga teng va yana bu asosga parallel bo'ladi, chunki uchburchakda o'rtasi asosini yarmiga teng. Va xuddi shu narsani narigi demak diagonalga nisbatan ko'rsa ham bo'ladi. Ikkinchi diagonalda o'tkazamiz. Masalan, bu B'dan o'sha D uchiga diagonal o'tkazadigan bo'lsak, bu B'da diagonal ham xuddi shunday, demak, bu asoslarga parallel bo'lib qoladi. Ya'ni ML, NK va BD uchalasi bir-biriga parallel. Mana yozib berish mumkin. Demak, ML parallel BD parallel NK. Endi bir-biriga parallel bular, ML va NK. Bu yerda ham xuddi shunaqa, demak, AC ga parallel hisoblanar ekan MN parallel va bunga LK ham parallel hisoblanadi. MN parallel. Demak, qarang. Bu yerda AC ga MN, LK parallel, BD ga ML va LK parallel bo'lgandan keyin qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgan to'rtburchakka parallelogram deyiladi. Shunaqa qilib buni parallelogram ekanligi isbotlanadi. Demak, ixtiyoriy to'rtburchak tomon o'rtalab tutashtirilsa, parallelogram hosil bo'ladi deyiladi. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat. Ertaga yana qaysi mavzular bo'yicha shunaqa dars, qaysi mavzu bo'yicha geometriya shunaqa darsini yaqinlashimiz kerak. Ular haqida kommentariyga yozib qo'yaverasizlar. Men buni video darsligini hozir darsdan keyin tashlab qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana darsimizga o'tamiz. Xo'p, ba'zi birovlarga so'z berishim mumkin, qo'l ko'taryaptiganlar bo'lsa yoki bo'lmasam guruhga o'sha kommentariyaga yozib qoldirsangiz ham bo'laveradi. Buguncha darsimiz shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat.